أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. biz juma ahkamlari ustida to'xtalgan. فقال المصنف رحمه الله تعالى يخطب الإمام خطبتين. Jumaning xutbasi musulmonlarga haftalik vaz nasihatdan iborat. G'ofillarni uyg'otadigan, din ahkamlarini yetkazadigan, shariatning ko'rsatmalarini va imomlarning uqtirishlarini yetkazib qo'yadigan, jamiyatning dunyo va oxiratligini yaxshilaydigan bir munosabat. Xutba jumaningki muhim bir parchasi yoki sharti edi. Hani bu xutba ikkiga ayrildi. Birinchi xutba, ikkinchi xutbada. Qoiman, imom xutbani so'zlagan chog'ida o'rtirib so'zlaydi. Yastaqbilul qawma va yastadbirul qiblata. Jamoatga oldini qilib, qiblaga orqani qilib so'zlaydi. Yafsilu baynahuma biqa'datin khafifatin. Ikki xutbaning oraliqini bir oz o'ttirib o'tish, jindek o'ttirib o'tish bilan ayiradi. Huval ma'thur min fi'lihi sallallohu alayhi va sallam val a'immati ba'dahu. Buni shunda o'qish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, xulafa rashidinlardan va undan keyingi imomlardan kelgan usuldir dedi. Ikki xutbasini o'yinda o'tirishdan ayirdi. Ikki o'ltirib mesela Alloh vaqtida duo qilib o'tgan. Rasulullohni duo qilishni bedilda turib seminarda bo'lsin. Ya duo qilish bidat bo'lmaydi. Rasulullohni faqat Rasululloh yine o'tgan qiladi lekin duo qiladi. Hatta Şafii mazhabda xutbaninki mazmuni 4 ya 5 turdan tarkib topishlik lozim. Buning ichida Qur'on o'qish, durud o'qish, xutbaning oxirida musulmonlar duo qilish. Endi bu shu xutbaga munosabatlik bir qancha topshiriq bor. Yezib olinglar. Birinchisi, biz jumaning vaqti peshin vaqti shu dedik. Jumhurning qarashi Hanbali mazhabda shashka vaqtidan tart, bayt namozi vaqtidan tart kirdi degan qarash bor. Ya'ni ba'zi ulamolar Hanbali mazhabning 5 va 6 soatlarda deganligi bor. Ya'ni 5 soat desak, soat 11 desak, 6 soat deganimiz soat 12. Jumaning vaqti 1da bo'ldi desak masalan. Hamda ba'zi joylarda jumadan ilgari ba'zi tadbiq qilish yo tashviqot olib berish uchun yoki vaqt qisqarilib qolsa, juma xutbasini jumaning vaqti kirishdan burun o'qib o'tib, jumaning vaqti kirgan ham namozni o'qiblam qaytib ketishni o'ylashi mumkin. Ya'ni jumaning xutbasi jumaning vaqti kirishdan burun bo'lsa, juma namozi jumaning vaqtida bo'lsa, bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu bir topshiriq. Ikkinchi topshiriq, xutbaning oraliqida birdan o'tirib dedik. Ama şu o'tirishning miqdori zal qanchalik? Uzun o'tiramdi yoki qisqa o'tiramdi? Qisqa o'tirsa qanchalik o'tirdi? Endi ma kitobda huval ma'thur min fi'lihi sallallohu alayhi vasallam dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki xutba oralig'ida o'tirib o'tganligi sahihaynda kelgan. Masalan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilibdi, kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaxtubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-an. Muttafaqun alayh. Yani Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivoyat qilibdi, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yaxtubu qa'iman faman haddathaka annahu kana yaxtubu jalisan faqad kadhab. Muslim rivoyati. Mushah hadislarda Rasulullohning xutba oralig'ida o'tirib o'tganligi, ya'ni xutbani bir o'tirish bilan ayirganligi aniq kelgan. Bundan keyin shunda o'tirib o'tish sunnat deymiz. Qala va in ittasara ala zikrillahi ta'ala jaza. Endi shu xutbaning mazmuni yoki aqalli miqdori qanchalik bo'ldi degan masala bor. Alloh taolani zikr qilish bilan bo'ldi qilsa, xutba o'qigan kishi xutba sharti ado topadi deydi. وكذلك التسبيحة ونحوها. مثلا برقتم سبحان الله يا برقتم الحمد لله deyib qasimo buni shart ado oldi. Undan keyin tushdan juma o'qisa, juma hisob. Chunki jumada ba'zida damullarjim kelmay qoladi, immoxonim kelmay qoladi. O'tgan jamoat avom xalq yoki ba'zi sharoitlarda hukumatlar cheklashi mumkin.
biraydan chiqiblam, endi bu juma o'qimasa gardinda saqit bo'lmaydi, xutba so'zlab juma o'qibasizlar desa, bu kishi chiqib tabliq qilinmagan ekan. Alhamdulillah, subhanalloh, la ilaha illalloh, Allohu akbar. Takbir tushsizlar deb jumani o'qibasa bo'ldi hisob demoqchi. وإن تعمد ذلك لغير عذر فقد أساء وأخطأ السنة. أن أزرسز أنا سوزlaydigan sheken, so'zlashga fursat bor ekan, bilimi bor ekan, vaqtmi bor ekan, hech qanday to'salg'i yo'q, uzrsiz alhamdulillah deb qo'yib ketsa, bu chog'da shart ado topadi, lekin sunnat xilof qilgan. وقال أنا الصاحبان لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة لأن الخطبة شرط. Xutba shart bo'lgan ekan, bu xutba uzunroq bir so'z qilsa, jamoatga uzunroq xitob qilsa, ondan bo'ldi. Chunki xutba degan muxotaba. Va tasbihatu va tahmidatu la tusamma xutbatan. Bir qatim subhanalloh, bir qatim alhamdulillah deb qo'ysa, bu deb atalmaydi bu. Va lahu anna tasbihata va tahmidata xutbatun. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi dalili bir qatim tasbih aytish yoki bir qatim hamd aytishning o'zi xutba hisoblanadi. Ashu bir ig'iz so'z bilan jamoat xitob qildimi, qilmadimi? Qildi. Muxotaba vujudga chiqdimi? Chiqdi. Listimalihima ala ma'anin jamma. Endi jiq mazmunli bo'lsa desangmi, alhamdulillah yoki subhanalloh degan bir ig'iz so'zmi? Buning mazmuni intayin mul. Allah subhanahu va taoloni paklash va hamda aytishni o'zgacha olgan bir qulluqni izhor qilish iborasi bo'ladi demoqchi. Wal ibratu lil ma'ani. Asosab qilindigani shu mazmun. Al ibratu lil ma'ani la lil alfadi wal mabani degan so'z bor. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. Endi bu İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhiningki shuna qisqa bir jumla so'z bilanmi xutba ado bo'lganligiga hadisdan dalili. Al-Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilgan mushadisda bir arabiy kelib, "Ya Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan bir ishni menga o'ytib qo'ysalar" degan. Faqala la in aqsartal xutbata laqad a'radtal mas'ala. Rasululloh unga xutbani, so'zni naqd ixcham qilding, lekin naqd cho'ng ishdan so'ding, ya'ni naqd mazmuni keng bir masaladan so'ding demoqchi. Ixcham so'z bilan cho'ng mazmunni so'ding. Samma hadal qadra xutba. Endi vajil istidlal mushadisdan Rasululloh osh kishining allimni amalan yudkhilunil jannat degan mush bir jumla so'zni xutba deb atadi. Wal xutbatu la nihayata laha. Endi xutba deganning oxirining cheki yo'q. 4 soat so'zlamdi, 8 soat so'zlamdi, 10 soatmi? Cheki yo'q. Fayata'allaqul javoz bil adna. Undan keyin biz aqalli chekini bekitamiz, eng ko'p chekini bekitmaymiz. Aqalli cheki shu bir og'iz so'z demakchi. Va li qawlihi ta'ala, Qur'on Karimdan akagan dalili fas'au ila zikrillah. Allohni zikr qilishga minglar deb buyurdi. Endi subhanalloh yoki alhamdulillah degan bir og'iz so'z bu bir zikr. Fatajuzul jum'atu bihi. Shuning bilan juma shart ado topib, juma namozi joyida bo'lgan bo'ldi. Endi shu masalada hozir Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir tasbih, bir hamd so'zlisimi xutbada bo'ldi dedi. Sohiban yo'q uzunroq bo'lish kerak dedi. Lekin uzunroqninki chek-chegini ayirmadi. Yani İmam Şafii rahmetullahi aleyh xutba 4 türlük mazmunni o'z ichiga elishi lozim. Birinchisi hamdulillah, ikkinchisi as-salatu ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Uchinchisi vaz nasihat, to'rtinchisi Qur'on Karim. Yani bazı ulamalar 5-chi bir mazmunni ketib, ikkinchi xutbada mu'minlarga duo qilishi lozim deb qo'ydi. Albatta bu masalada xutbaning qisqa bo'lishi, namozning uzunroq bo'lishida mushin mustahqida talashtat yo'q. Buni zodi qisqaroq o'qish lozim degan bir mazmun bor. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida Hazrat Ammar ibn Yasirmi, Hazrat Bilalmi rivoyat qilganlar, umirna bi an nuqsiral xutbata va nutila salat. Mujna mazmunda hadis kelgan. Lekin buni qisqaligining chekini belgilanmagan hadisda. Chekini belgilanmagan ekan Abu Hanifa belgilayapti, boshqalar
belgilanmagan hisobda yoki Shafiy mazhabidagilami belgilab qo'ydim 4 mazmunni desa to'g'ri keladi. Yuqorida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining dalillarini bayon qildi. Yana Imom Abu Hanifa rahmatullohning dalillaridan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munbiri G'aba degan joydan keltirilgan Zarfa degan daraxtning yog'ochlaridan yasalgan. Bir ayol o'zining yog'ochchi moliga yasitpagan. Aslida qo'mining bir ko'tikiga chiqib turib so'zlaydi-ku, keyin shu munbarga o'tkazilgan. Bu munbar 3 peshtaxtdi. Rasululloh 3-peshtaxtga chiqib turib so'zlaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan chaqda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqqan 3-peshtaxtga chiqish haddim emas, deb 2-peshtaxt turib so'zlagan. Hazrat Umar xalifa bo'lgan chaqda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'an peshtaxtimi, Abu Bakr tug'an 2-peshtaxtimi turish haddim emas, deb 1-peshtaxtda turib so'zlagan. Endi Hazrat Osmon radhiyallohu anhu xalifa saylangan chaqda 1-jumada 3-peshtaxtga chiqib, 3-peshtaxtda turib so'zlasakmi, hech vaqasi yo'q deb 3-peshtaxt tug'an. Tug'aniga hammaylar jamoat g'ulg'ul qilgandek tikilib qarab ketgan chaqda Hazrat Osmon alhamdulillah deb xutbani boshlablam gapini topolmagan. Jamoatninki hammasining tikilib qaraganligidan gap qilolmay qolgan. Gap qilolmay oxirida innakum ila imamin fa'alin ahwaju ila imamin qawwalin degan. Sizlar hozir gap so'zni jiq qiladigan xalifadan bakrak ishni jiqroq qiladigan xalifaga muhtoj. Abu Bakr va Umar bular so'zni obdan tayyorlab, jiq obdan so'zlab birdi. Men sizlarga keyinchi obdan so'zlab beraman, uzun so'zlab beraman. Takbir tushiriblam, shu joyga tushib namoz o'qiyotgan. İmam Abu Hanifa rahmetullahi'nin dalili şu sorunda muhacir ansarlı batı hemmisi şu Hazreti Osman'ın elhamdülillah yoki keyingi bir cümle sözü shuni xutba hisoblagan. Bu xutba so'zimizni qanday juma o'qiymiz deb bu yerda g'alva qilgan ish yo'q. Undan ekan aqalli miqdordan unda oz ekanligini ko'rsatuvchi vaqalik deb dalil qilgan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelib 10 yildan ortiqroq bo'lishini ama her bir yılda 50 cuma var desek 500 cumadan eşi mümkün. 500 cumanınki 100 ya 150 cumanı gazatlarga çıkan vaqtda cihatlarda o'qigan bo'lsa 350dan jiqroq jumani Madinada o'qigan. Degan mushu jumalda o'qilgan xutbaninki har birini yoki oz bir qism bo'lsa boshdan oyoq to'liq rivoyat qilinib boqmagan. Ba'zida xutba so'zlab Rasululloh bunda dedi deb bir mazmunni, yana bir mazmunni, bir parchasini, bu bir parchasini unda rivoyat qilgan. Natijada buning qisqa va uzun chekini belgilash bo'lmagan. Bu balki Alloh taolaning hikma ilahiya, kishilarning sharoiti o'xshash emas, havo kelimat o'xshash, ba'zi qattiq sovuq bo'lib ketadi, ba'zi qattiq issiq bo'lib ketadi, ba'zi hukumat cheklab qo'ydi. Masalan, ya so'zlab tuzmaydi. Bunda ahvollarda qisqa bir so'zlisimi mayli. Uzun so'zlash taqozo qiladigan shu mazmunni uzun so'zlab yetkazmasi bo'lmaydigan ahvollarda uzun so'zlisin. Ya'ni mutakkam qo'yib bergan bir ish desak bo'ldi. Ham bu yerda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi alhamdulillah ya subhanalloh degan bir so'z bilan bo'ladi dedi. Xutba hisob bo'ldi dedi. Aslida ulamolar xutba shart degan bir mazmun bo'lsa, aslida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiningki qarishini tikki yetib tushunsak, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi xutba shart demaydi aslida. Zikrulloh shart dedi. Tas'au ila zikrilloh dedi. Alloh taolani zikr qilish shart. Lekin subhanalloh, alhamdulillah bo'ldi, zikr qildi degan mazmun. Ham tajovuzan buni bir xutba deb ko'pchilik bilan xutba deb atab ketdi. Undan keyin bu shariat shunda bir kam qo'yib qo'ygan doira. Ham bu yerda hadisda jannatga kirgizadigan ish dedi. Lekin hadisdan ayg'indimida biz jannatga kirishni xohlaydiganlar mush jannat kirgizgach nima bo'lg'itdiki degan bir intilish bo'ldi-ku. Undan keyin biz shu jannat kirgizgan ishni bir bilib o'tib ketsak, fiqhni o'qishdan maqsad bir tarafdan ado bo'ldi. Mush hadisni Imom Ahmad Musnadida rivoyat qilgan, Imom Ibn Hibban Sahih kitobida rivoyat qilgan. Yani bunun derecesi hasan derecesiga disbuldu. Aqalli taqdirda. Şu Arabi, ya Resulallah, allimni amalan yudkhilunil jannah deb so'ragan chaqda, sen ixcham so'z bilan nihoyat mo'l mazmunni so'rab qolding, deb biray, deb bir-birlab deb bergan.
jannat kirgizda ishlarni Rasululloh sanab atiqin nasma qul azat qilgan dedi. Yani qul azat qilish jannat kirgizda ish nima uchun? Chunki bu hurlik masalasi. Bir insonni hurriyatga erishtirgan, va hurriyatni islomning naqadar qadrlaydiganligini ko'rsatdi. İnsonni azat qilish jannat kirgizda ish degan gap cho'ng gap. Atiqin nasma degan so'z ruh deganmi bo'ldi? Bir jon yoki an-nafs, bir nafsni, bir insonni desak bo'ldi. Bir jonni, bir insonni azat qil deydi. Va fukkar raqaba bu azat qilish. Atiqin nasma va fukkar raqaba degandan so'rug'ichi Rasulullohdan qaytib so'rabdi. Faqala ya Rasululloh, avalaysata bi wahida? Atiqin nasma bilan fukkar raqaba ikkisi bir gap emasmi? desa, faqala la, yo'q. Inna atqan nasmati an tafarrada bi atqiha. Sen mustaqil xarajat qilib, yalnız bir qulni azat qilsang, boshqa shirklashmay va atqan nasma bu. Bir jonni butun, bir insonni butun azat qilish. Fakku raqaba degan an tu'ina fi atqiha. Boshqalar bir qismini azat qilgan bo'lsa, qolgan qismini sen to'liqlab azat qilyapsan, yo boshqalar bilan hamkorlashib azat qilyapsan, bu fakku raqaba deymiz. Oyatda dedi-ku, "Va ma adraka mal aqaba?" Fakku raqaba. Undani birinchi ish yo to'liq bir qulni mustaqil azat qilish, mustaqil azat qilish qurb etmagan taqdirda boshqalar bilan shiriklashib, boshqa yarmini azat qilgan, 3dan 1ni azat qilgan, 10%ni azat qilgan bo'lsa, qolgan qismini azat qilib o'tish. Ikkinchi ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam wal minhatul wakufu deb bayon qilgan. Minha birovga hadiyani ko'rsatdi. Minha. O'qish badal pulimi o'quvchilar birdan pulni minha deb ataydi. Lekin arablarda burun sog'liq bir qo'y masalan. Ya chiqadigan bir tuga, shunda bir chavrmallar bo'lib qolsa, shuni boshqalarga bir yil sizlar sutni ichasizlar, bir oy sig'ib ichasizlar deb shuni berib turishdan iborat. Minha degan. Vakuf degan suti jet degan. Sutlik sog'liqni berib turish. Albatta bu chog'larda shunda muhojir ansarlar qattiq quruq turmush kechirgan vaqtlar. Uchinchi ish val fay'u ala zirrahimiz zolim. Zirrahim degan urug' tuqqanchilik va munosabati va kishilar. Fay degan bularga yaxshilikni yondirib, yoki yaxshilik qilmasimi qaytilab mehr shafqat qilish degan ma'noda. Fa degan qaytdi degan ma'noda. Fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Endi ala zirrahim az-zolim dedi. Odatda urug' tuqqanligiga yaxshilik qilmasimi, ziyorat qilmasimi, ziyorat qilib, pat o'qib, ahvol so'rab nima qilish? Silatul rahim endi. Vaslir rahim deymiz. Lekin yerda az-zolim dedi. Sen zulm qilgan, haqqini yevagan urug' tuqqanlar bo'lib qolsimi, ashularga mehr shafqat yaxshilik qilishing deydi. Mana yuqoriroq pallasi. Bu jannat kirgizgan ishlarning biri. Fa illam tutiq zalik, an bu hammasi ta'sir o'g'ashqa bir qulni azat qilib o'tish. Oddiy gap emas. O'chkidan biri bo'lib qolsa, uni sutini sig'ib berishmi oson gap emas o'z vaqtida. Yomonlik qilgan urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishmi oson gap emas. Buningga bulanmasang fa at'imil ja'i'a wasqiz zam'an. Ashqarliq tamoq vagan, suluq vagan deydi. Qur'on karimda fa it'amun fi yawmin zi masghaba. Oxirda wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nahy munkar qilgan deydi. Nahy munkar namo unda fazilati yuqori. Fa illam tutiq zalik, uni qilmasang fa kuffa lisanaka illa min al-khair. Yaxshi gap qil, yomon gap qilma, shu o'zingning ahvoli bilan bo'l. Bu unda iymonning eng ojiz martabasi deymiz. Undan keyin bu hadisni biz to'liq bayon qilish orqali darsimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisidan bir sharaf ekelgan bo'ldik. Hadislar orqali muvaffaqninki qurg'oqchiligi sal namlandi. Biz burun kitob o'qishga kirishda dedik-ku, fiqh unda tar doiraga kirib qolganda. Asli fiqh degan ma'rifatun nafs, ma laha va ma alayha. Hadi biz zahiri amallarninki bunda bir ahkam munosabatlik doirasini ham fiqh deb ataydigan bo'ldik. Qala wal awla an yaxtuba qa'iman tahira.
eng mukammal shakli o'rtug'an holatda, tahorati bor holatda xutba so'zlash eng yaxshisi shu dedi. Wal ma'thur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kelganimi shu. Fa in khataba qa'idan aw ala ghayri wudu'in jaza. O'tirib xutba so'zlab topqasa yoki tahorati yo'q so'zlab qolsa, xutba sharti ado topadi. Lekin sunnatga xilof qilgan bo'ldim. Lekin Shafiy mazhabda o'tirib so'zlash shart. Agar o'tirib so'zlab qolsa, xutba joyida bo'lmagan bo'ldi. Chunki bayatınqi Sahih Muslimning rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxtubu qa'iman, thumma yajlisu, thumma yaqumu fa yaxtubu qa'iman, faman haddathaka annahu kana yaxtubu jalisan faqad kadab." dedi. Yana oyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba so'zlayotgan chog'da karvon kelib qilib, jamoat karvon tarafga yugurib ketdi-ku. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Shu joy Rasululloh shu o'rtirib so'zlayotgan deb, shu o'rtirib so'zlashning o'zini shartga vojib degan darajasiga olib boribdi. Degan Rasululloh o'rtirib so'zlagan bo'lsa, cho'qim shartga vojib bo'lmasligi mumkin. Qala lima ruya anna Uthman radhiyallohu anhu lamma asanna kana yaxtubu qa'ida. Bu shu rivoyatda Osmon radhiyallohu anhu yashin qolgan chog'da o'tirib xutba so'zlaydi. Va li anna at-taharata laysat bi shartin lil xutba. Yana bir aqliy dalil, yuqorqisi o'tirib o'qisa bo'lganligining dalili, ma'o taharatsiz xutba so'zlab qolsa bo'lganligining dalili. Mesela imom xutbaga chiqqan vaqtda ya azan to'liqlik bo'lsa, xutba so'zlaydi bilan tartib yo'q, isidi yo'q, men qolib xutbaga chiqib qolibdi. Ya xutba so'zlaydi deb turgancha tartibsiz ketib qolibdi, o'sha tartib kulay deb qo'ysa so'zlayveribdi. Masalan, bunda ahvollarda duch kelishi mumkin. Va li anna at-taharata laysat bi shartin lil xutba. Taharat xutbaning sharti emas, li annahu zikrun. Chunki bu zikrdan iborat. La yushtaratu lahu istiqbalul qiblati fala tushtaratu lahu at-tahara. Tilava. Xuddi Qur'on tilovat qilishga o'xshashlam, bu qiblaga yuzlanishmi kerak bo'lmagan ekan, taharat qilishmi kerak bo'lmaydi. Qur'on o'qish, azan to'lash, takbir tushirish, mushular hammasiga taharat shart bo'lmagan ekan, xutba bir zikr, shunga o'xshab bir zikr o'g'achqa taharat shart emas edi. Illa annahu yukrahu lima fihi min al-fasl bayna al-khutbati was-salat. Faqat namda xutba so'zlagan imom o'zi shu namozni tushirib berishi asli qoida bo'lg'achqa xutba so'zlab bo'lib, jamoatni saqlatib qo'yib, men tartib qilolay deb xutba bilan namozning ayriliqini bir ara berish ahvoli bo'lib qoldi. Shu jihatdan makruh bo'lib qoldi deydi. Va qad asaa li muxolafatihi sunnah. Sunnatga xilof qilganlik uchun yaxshi qilmagan bo'ldi. Lekin xutba sesaq. Yani uchinchi topshiriq izolanglar. Juma xutbasini jumaning asli tegib peshin bo'lg'achqa peshinning ikki rakatiga tava, ikki rakatning o'rniga dasigan ibodat dediq-ku. Ya'ni ikki rakat farz juma qilib qoldi, peshinning ikki rakati o'rniga xutba keldi degandir. Yani juma kechib kelib, xutbani faqat anglab boqmadi, takbir tushganga ulguydi beraylik. Yoki jumaning ikkinchi rakatiga ulguydi. Bu kishiga nisbatan shu juma hisoblanadi yoki juma hisoblanadi. Cuma xutbasiga ulgurolmagan kishi o'qigan 2 rakat ya 1 rakat juma hisoblanmaydi. Bir rakat ulgursa 1 rakat to'liqlab o'qiydi. Yoki ba'zida deyish mumkin 1 rakat ulgursa 3 rakat to'liqlab o'qiydi. Chunki buni juma hisoblanmaydi. Masalan, ulamoning arqi qarashlari bor. Juma xutbasiga ulgurolmagan kishi 2 rakatni imom bilan birga o'qidi. Shunami? Bu juma o'qigan bo'lamdi yoki peshin o'qish kerakmi? Bunday masalalar bor, xalqning topshiriq biray. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana yaxtubu mu'tamidan ala qawsin aw asadat sunan Abu Dawud va Tirmiziy hadis bor. Xutba so'zlagan chog'da yana turib, yoki bir tayoqni ostini tutib turib, yo aziz zamonlardan kelishing to'xtamda tasdiqlab turib so'zlaydi degan. Shu mustahab. Endi mustahab bo'lg'achqa diyorimizda da bir kaltak var. Dağıt okuduğuna. Bunun bir asas var. Hadistin asası var. Qala ve la budda min al-cema'a. Cuma üçün cemaat bo'lish lazım. Nima uchun? Cuma degan so'zning o'zi sizlarning to'planishidan kelgan, ijtimoadan kelgan so'z.
لأنها مشتقة منها شو سوزدن ترلنگان ولا خلاف في ذلك جماعتның şart ekanligida ixtilof yo'q واختلفوا في كميتها eng tuvan son necha bo'lish kerak degan masalada ixtiloflashib qoldi deydi. قال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من ثلاثة سوى الإمام إمامdan boshqa 3 kishi bo'lish lozim. İmam bilan 4 kishi bo'lsa endi juma o'qiydi. وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة. Yani şu tötelerinin şartı bular cumadan boshqa namozlarda imom bo'lsa, imomlik yaraydigan kishilar bo'lish kerak. Er kishi bo'lish kerak, aqil bo'lish kerak, baligh bo'lish kerak degandek shartlar. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله اثنان سوى الإمام. İmamdan boshqa ikkidan bo'lsa, imom bilan 3 kishi bo'lsa bo'ldi. Wal asahu anna Muhammadan ma'a Abi Hanifa. To'g'riroq Muhammad rahimahullohning qarishi Imom Abu Hanifaning qarishi bilan o'xshash. Ba'zi kitoblar, Hanafiy mazhabining ba'zi kitoblarda Muhammadning qarishini Abu Yusuf bilan birga akagan bo'lsa, ya'ni ba'zi kitoblarda Muhammadning qarishini Imom Abu Hanifa bilan birga akagan. Ana bizning tekshirishimizda Imom Muhammad Abu Hanifa bilan birga degan shu to'g'riroq chiqdi. Masalan, Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani al-Asl degan kitobida shuni bayon qilgan. Ya'ni qarishi Imom Abu Hanifa bilan birga chiqdi. Yana Muxtasar at-Tahawi al-Mabsut degan kitoblarda shunda. Bundan keyin hozir Abu Hanifa bilan Muhammad bir tarafda Abu Yusuf yolg'iz qoldi. Li Abi Yusuf rahimahullah anna al-ithnani fama fawqahuma jamaa degan bir rivoyat bo'lg'achqa ikki kishi bo'lsa-mu imomning keynida shundan jamoat shakllangan bo'ldi debdi. لأنه مشتق من الاجتماع وقد وجد. Cuma degan so'z, jam'a degan so'zdan turlangan bo'lg'achqa, o'shada ikkilanning jam bo'lishi chiqdimi, chiqmadimi, chiqdi. Ya'ni bu lug'at tarafdan dalil kelibdi. Walahuma ana lil imam Abi Hanifa va Muhammad yoki lit tarafayn deymiz, nima? Lit tarafayn anna al jam'a as-sahiha thalathatun wa ma dunaha. Ko'plikninki eng aqalli cheki to'g'ri qarashda 3 bo'lish kerak. Chunki ikkininki arab tilida ayrim bir ism bor, musanna deydi. Va ma dunaha muxtalafun fihi. Yani 3dan tuvan bo'lib qolsa, bu jam'i atilamdi, atalmamdi degan masalada lug'at va usul ulamolarining qarashida ixtilof bor. Yani usul fiqhida cho'ng bir talashlar chiqdi. Val jamoatu shartun bil ijma'. Jamoat hammalarning nazarda birdek ijmosida jumaning sharti. Fala yataadda bil muxtalafi. Undan keyin ixtiloflashib qolgan ikki kishi bilan ado topmaydi. Ko'ngil xotirjam bo'ldig'ini shu ittifoq kelgan 3 kishi deydi. 3 kishi bo'lib qolsa imomdan boshqa ondan jamoat shakllangan bo'ldi. قال محمد لا بأس بصلاة الجمعة في المصر في موضعين وثلاثة. İmam Muhammed rahimahullah dedi, cuma namazını bir şehirde 2 yoki 3 o'rinda o'qisa bo'ladi. Mayli deymiz dedi. Aslida bunun bekitgan qoidasi bir shaharda bir o'rinda juma o'qish. Asli qoida. Yani bütün şu shahar, şu kentning aholisi to'plashib bir yerga to'planib bir yerda juma o'qish. Asli qoida. Degan Imom Muhammadning zamonida shaharda sal kengayib, aholilar ko'payib ketganda 2 yoki 3 yerda o'qisa bo'ldi debdi. ولا يجوز أكثر من ذلك. 3 o'rindan ko'p joyda juma o'qishga bo'lmaydi. لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على أهله المشي من طرف إلى طرف. Çünkü şehir sel kengayib ketib qolsa, aholilar oyoqdan oyoqqa menib berishi qiyin bo'lishi aniq. فيجوز دفعا للحرج. Qiyinchilik bo'lmaslik uchun joizdir. 2 va 3 o'rinlarni. وأنه يندفع بالثلاث. Nima uchun 2 joyda deb to'xtamay ya 4 demay 3 joyda o'qisa bo'ldi deganlar desa, aholilarning qiyinchiligi 3 joyni belgilash bilan hal bo'ldi. Fala haraja ba'da. 3 o'rindan keyin qiyinchilik bor demaymiz.
ولهذا كان علي رضي الله عنه يصلي العيد في الجبانة. شو علي رضي الله عنه عيد namazını Jabbana'da o'qiydi. Jabbana aş Madine'ninki shahar sirtidagi tuzlanlik. Yoki qanday bir shaharning Kufaning shahar sirtidagi tuzlanlik bo'lishi mumkin. Hayit namazı o'qiydigan va jinoza namozini tushiradigan ashunda bir tuzlanlik. Musalla dedik biz. Shay chiqib o'qiydi deydi. Yani bunun da kişiler azrak bir menep cephat atisbatı demek. Ve yestaklifu men yusalli bida'afatin nasi bil Medine. Cebbaniga çıkıp namaz okup aciz kişiler kere-çürü ya küçük vallahi olamda aşında aciz kişilerin şehirde namaz okuş için ornuğa izbasar tayyorlab qo'yib chiqdi. Yani demek ki onu şehrin sırtı bir yerde okuydu. Aynı vakitte şehrin içinde yani bir joyda namaz okuydu demek. والجبانة من المدينة. الجبانة مو شان سرتك تلانلك يا كيتكا شو شهر كتابة يا مدينة كتابة يا كوفة كتابة دايمزم. والخلاف في العيد والجمعة واحد. عيد نمازda ve cuma namazda talaştaş okşaş. Yani bir şahada 3 aydan köp yerde bulmaydı. Asli bir aydan köp yerde bulmaydı. Şehir kenarı gidip kalsa hani bir mezhepki bazı qarashda 3 aydan başka köp joyda o'qisa bo'lmaydi dedi. Hayit namazı shunda, cuma shunda. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تجوز إلا في موضع واحد لأنه المتوارث. Abu Hanife rahmetullahi alayh bir joydan köp joyda o'qishga bo'lmaydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve halifelerininki qilgan ishlari shu dedi. وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ فِي مَوْضَعَيْنِ yani akli delil iki yerde caiz buldu da qasak la jaza fi jami' al-masajid ka ghayriha min as-salawat ve ennehu mumtani'un. İki joyda caiz desek 5 joyda mı caiz bo'lishi kerak, 10 joyda mı caiz bo'lishi kerak, xuddi 5 vaqt namoz 10-20 joyda caiz bo'lgandek o'xshash caiz bo'lishi kerak. 3dan ko'p bo'lib qolsa İmam Muhammad mo caiz emas edi, uni caiz emas edi. Mumtani'un degan shu caiz bo'lmaydi deydi. Yani İslam o, ma baş qarashikimizni joizmi domloni demak. Mumtani'un bil ittifaq degan ma'noda. Ve qala Abu Yusuf rahimahullah kezalika illa yakuna baynal mawdi'ayn nahrun fasilun ka Baghdad. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi shunda qarabdi. Abu Hanifa bilan billah bir shaharda bir joyda o'qildi deb. Faqat lamda Abu Yusufning qarishining farqi şu ikki o'rinning o'rtada bir o'stan yoki bir daryo bo'lib qolsa, ana bu ikki shaharga o'xshash deb qaraymiz. Bag'dod, Qohira masalan, shunga o'xshash. Li'annahu yasiru kamisrayni. Chunki bu ahvolda daryoning ikki yoqasi xuddi ikki shaharga o'xshash bo'ldi. Wa kana Abu Yusuf rahimahullah ya'muru bi qat'il jisr yawm al-jum'ati litanqati'a al-waslatu bayna al-janibayn. Abu Yusuf rahmetullahi alayhi o'z vaqtida xilofatga qodil qudo bo'lgan. Bag'dodda tug'an chaqda juma kuni daryoning ustidagi ko'rikni ko'tartinglar deb buyurdi ekan. Ya ko'rikni taqib o'tishgan. Asli ko'rik bo'lsa balki ko'tartinglar deb ham ko'rikni elotdi ekan. Ko'rikni elotgan ekan ikki yaxsini tutashtirib turgan bir narsa bo'lgan ekan, daryo ayib turgan ekan, juma joiz bo'ldi. A tarafdan bir masjidda, bu tarafdan bir masjidda o'qish joiz bo'ldi deydi. Könül hatırcam buldu. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ yani o'rtada daryo bo'lmasa فَالْجُمْعَةُ لِمَنْ سَبَقَ qaysi jamoada birinchi bo'lib o'qisa shuni jumasi hisob bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi keyin o'qiganlarning jumasi hisob bo'lmaydi. لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ muzahim degan tam o'qilib qolgan bir juma bo'lmag'achqa, masalan soat 1da o'qigan bo'lsa başkalar birden 5 o'tganda, birden 10 o'tganda o'qigan bo'lsa, birda o'qigan juma shu hisob bo'ldi. Qolganlarni juma hisob bo'ldi, bu pejma o'qish lozim. Li'adami muzahim degan soat 1da o'qigan bo'lsa, ikkinchi bir soat 1da o'qigan, mana tam o'qigandim deydigan birisi bo'lmag'achqa, boshqalab birdan bir o'qigan emas shu bo'lg'achqa, shuni jumasi hisob bo'ldi deydi. Vaqad waqa'at fi vaqtiha bi sharoitiha. Andash birinchi o'qigan masjidninki jumasi o'z vaqtida o'qildi, sharti to'liq bo'ldi, shunama. Undan keyin shuni hisob bo'ldi. Va tafsudu jumatul akharin. Boshqa jumasi hisob emas. Nima uchun? Bu bir qatim bir juma o'qilib bo'lgan joyda o'qidim. Asli juma o'qilmagan joyda shu bir yerda o'qishing kerak dedi. Va yaqduna az-zuhra.
Cuma'nın o'rniga peshin o'qiydi bular. Fa in salla ahlul masjidayni ma'an. İki masjidning jamoati bir vaqtda tang o'qibdi. Bu mo birdan 5 o'tgan chaqda, bu birdan 5 o'tgan chaqda tang o'qibdi. Aw la yudra man sabaq. Yoki qaysi burun o'qiganligini hech kim bilmayapti. Qilib bo'lmaydi ekan. Bunda ahvolda fasalatul kulli fasidatun li adamil awlawiyya. Yani birinchi o'lab o'qidi deydigan birsi aniq bilinmagachga hammalarning jumasi bekor. Fala yakhruju anil uhdati bish-shak. Lekin shak bilan juma bularning gadindan saqit bo'lmaydi. Hozir gadindan juma saqit bo'lmadimi? Deyishdi shak qilib qoldik. Lekin bu shak bilan gadindan saqit bo'lmaydi deydi. Ana shu kitobdagi naqllarda Hanifi mazhabining qarashi ikki xil qarashdan iborat deb bayon qildi. Birisi İmam Abu Hanifa va Abu Yusuf bir o'rinda o'qilgan juma hisob, boshqa hisob emasdi. Muhammad rahimahulloh 3 o'rin dedi. Albatta Muhammad rahimahullohning kelgan rivoyati, Abu Hanifaning kelgan rivoyati shu zohir rivoyatdir degan tariqada ekeldimi. Lekin kitobning hamishi qarasanglar, bat aslidagi izohatga bu masalani tahqiqlab, Hanifi mazhabda hisob qilgan qarash qaysi deb to'xtalgan. Dabto qala al-Haskafi al-Hanafi fi ad-Durr al-Mukhtar. Haskafininki kitobi ad-Durr al-Mukhtar degan kitob. Bu kitobni sharhlab Imom Ibn Abidin sharhlab Raddul Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, Raddul Muhtar ila ad-Durr al-Mukhtar deb sharhlagan. Bu sharhi Hashati Ibn Abidin deb atildi yoki Raddul Muhtar deb atildi. Ana shu Durr al-Mukhtarning matnida Haskafi debdi وتؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى. Yani bir mezhepke asasen bir şehirde cuma namazı köp orullarda ada kısım bulavurdu. Bizim mezhep karşımız şu değil. Ve aleyhil fatva. Fatvanı biz muşu asaslı birimiz. Hazır yani bir mezhepke kayıs karaş vekillik kılıdı diyende tereddüt olup kaldı. شرح المجمع مجمع الأنهر ننك شرح إمام عيني وإمامة فتح القدير فتح القدير كمال ابن الهمامنا هداية قيغان شرح شنك إمامة باب الإمامة ده دمكشي يعني جقرق مزموننا مش إشكي منبادنا ألدن دمكشي شو حسكفي نمشن جائز بالله دفع للحرج كشلا قسين قلدو أنا بو درول مختار ننك جيبين أنا بني شرح ديگان ابن عابدين على المذهب ديگان سوزيك تعلق لبدا فقال ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر وبه نأخذ. İmam Saraxsi Abu Hanife rahmetullahi alayhining mazhabidagi to'g'ri qarashda juma namozini 2 va uningdan ko'p necha masjidda o'qisa joiz bo'ldi degani shu to'g'ri deydi. Endi biz Hanifi mazhabining kitoblarini turga ayirib to'xtalgan vaqtida İmam Saraxsining Al-Mabsut degan kitobini la yu'tamadu illa alayhi va la yu'awwalu illa alayhi degan. Yani shu mazhab qarashini bekitishda xitob bo'lib qolsa, qaysi zohir rivoya, qaysi zohir rivoya emas, yani talashlar bo'lib qolsa, oxiri hisob qilinganini Al-Mabsut degan. Chunki Mabsut Hakim as-Sadr ash-Shahidninki Al-Kafi degan muxtasarning sharhi. Yani zahir rivayini El-Kafi'ga cemlede, Kafi'ni İmam Saraxsi Mabsut'ta tefsiri şerildi. Ve bihi na'khuz. Biz muş qarashini tutamiz dedi. Abu Hanife'nin necha masjid o'qisi bo'ldi degan qarashini tutamiz. Li itlaqi la jum'ata illa fi Misr. Chunki o'sha rivoyatda shaharda juma o'qiladi, shahardan boshqa joylarda o'qilmaydi degan bir rivoyat bor. La jum'ata illa fi Misr jami'an dedi. Lekin o'sha Misrda nima dedi? Ishtaratal Misr faqat. Bu yerda Misrda ham shart qildi. Bir joyda degan shart yo'q, hadis kelmagan. Wa bima zakarna dafa'a ma fil bada'i min anna zahira riwayati jawazuha fi mawda'in la fi akthara wa alayhi al-i'timad. Lekin Mabsutning akagan naqli bilan bada sana, Imom Kasani bada sanata yo'q zahir rivoya bizning mazhabimizda 2 joyda joiz bo'ldi, 3 joyda joiz bo'lmaydi debdi. Biz yuqorida bayon qilgan naqli bilan Imom Kasanining so'ziga raddiya bo'la oladi. Va alayhi al-i'timad. Yani mazhabda qaysi qarashni tutamiz desa, shu Mabsutdagi Imom Abu Hanifening
juma bir shaharda necha o'rinda o'quvchi bo'ldi degan qarashni tutamiz. Fa innal madhhaba al-jawaz mutlaqan. Mana chunki Hanifi mazhabining qarashi mutlaq joiz degan qarash. Necha yerda o'quvchi bo'ldi degan qarash. وقوله دفعا للحرج لأن في إلزام اتحاد الموقع حرجا بينا. عند الدر المختار ده نتشاد أقصد بلدو ديجان تعليل قلق كشلا قين القمص كشون ديجان. نما شون دسا çünkü bir joyda o'qiysan desa aniq bir qiyinchilik kelib chiqadi buningda. Listidaihi tatwil al-masafati ala akthar al-hadirin. Ko'pincha jamoat jiroq joylardan kelish kerak bo'ldi. ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد. Bir necha joyda o'qsa joiz bo'lmaydi deydigan bir dalilmi yo'q. Bal qadiyatu ad-darurati adam ishtiratihi la siyama idha kana misran kabira. Balki taqa zarurlik, ya'ni shunda o'qimiz bo'lmaydi deydigan bir zarurat bo'lganligidan shart cho'nglab qolsa albatta bir joyda o'qish degan shartni qo'yilib bo'lmasi kerak. Bu anda Hanifi mazhabiningki ichidagi mazhabga vakillik qildigan qarash zodi nima mush masalada deb Imom Ibn Abiziningki tahqiq qilishidan iborat. Navbatga Hanifi mazhabga qaysi qarash vakillik qildi? Hanifi mazhabining qarashi hisoblangan qarash u ikki joyda, uch joyda bilanmi yo bir joyda degan qarash emas. Necha jamoada juma o'qisa bo'ladi. Aytamiz shunda deydi. Şu anda biz bir bahs etgan chaqda yoki Hanifi mazhabining qarashini bayon qilgan vaqtimizda aldirablar mug'atchi bir kitobdan Abu Hanifa bir joydan bo'ldi degan, ikkinchi joyda joiz emas, Muhammad 3 joyda bo'ldi degan, 4-chi joiz emas deb o'qisa bu xato chiqadi. Bunda tahqiqlab Abu Hanifaning yoki Hanifi mazhabining to'g'ri qarashi necha joyda bo'lsa bo'ldi. Ma'lum bir xil mazhab ichidagi qarashlarning ichidami bir xil mo'llik bor. Bir qarashlardan ketib qolmagan, masalan, ilg'or qarashlarni ko'chirib olsak chiqadi. İmamlarning ash burunqi bir joyda joiz bo'ldi, ikki joyda bo'lmaydi, uch joyda bo'lmaydi degan qarashlar nima uchun shunday deyilgan, nerdan kelgan? Chunki shu chaqda shahar kichikdir. Kichik bir mahallada, masalan, hozir shu Madinaning ko'ni mahallasini olib aytsak, Masjid Nabaviyning o'rnida chiqadi. Qashqarning ko'ni joy shu aytgan atrof shu yerdan chiqadi. Şu yani adamları şu etken mesken toplu şehirlerine alet etti. Lekin ahali nüfus köpüyüp gitip şehirler kenip ketkendiken o yaktan bu yakka bir bulanmaydı. Nağaniken neticede okusu buldu diyen qarash hazır muayyelleşik. Hazır ulamalar İmam Abu Hanifa'nın neticede okusu buldu diyen qarashini tuttu. Yani Şafii mezhepti mi? Bir joydan boshqa o'rinda joiz bo'lmaydi degan qarash bo'lg'achqa Şafii mezhepti mi ehtiyot qilishning gap bor. İkinci joyda o'qiganlar ehtiyot qilishni o'qiydi. Nima uchun desa, birinchi bo'lib o'qigan masjidningki juma hisoblangan bizning hisob bo'lash bo'lmasligida shaklab qoldi, ko'nglimiz xotirjam bo'lmadi deb ehtiyot qilishni bunda ikkinchi va uchinchi masjidlarda o'qiganlarga ehtiyot qilishni o'qing deyish mumkin. Qala va man la tajibu alayhi al-jum'atu idza sallaha ajza'athu an adh-dhuhri. Cuma vacip bo'lmaydigan kishilar juma namozini qatnashib qolsa, o'qib qolsa, peshinning o'rnida shu ado topadi deydi. Ya'ni peshin o'qish kerak emas. Chunki juma peshinning o'rnida degan namozda. Yani bu kishilar qanday kishilar? Juma vacip bo'lmaydigan kishilar: al-abid, al-marda, al-musafirun, ahli al-bawadi, al-mar'a was-sabi, mushulat. Nima? Buni juma qatnashib qolsa, mayli bo'ldi. Şu çağda okuldan farz namazı yardımını saqtıldı deydi. Ve in amma fiha jaza. Aşullahning sizin adetki başvaq namazı imam boş bulduğaldır olup qalsa, imam bo'lib qalsa, imamlıqni hesap kendi cemaatning namazının joyida, o'zining namazının joiz bo'ldi. Masalan, kesal kishi imam bo'ldi, yoki musafir kishi imam bo'ldi. Li'annaha wudi'at anhum takhfifan wa rukhsatan limakan al-udri. Çünkü cuma namazı aşu uzrli kishilarga nisbatan yengillatish uchun, kengchilik qilish uchun ruxsat qilinib, o'qimasang bo'ldi, peshin o'qisan degan to'xtaydi. Fa iza hadaru zala al-udru fatajuz salatuhum kal musafiri iza sama. Agar bular kelib qolsa, ya'ni cuma namozi qatnashib qolsa, özürse tügen bo'lsa kelinmaydi deb özürlik qilgango keldi. Kelgan shu özürsi yo'qkan degan bo'ldim. Yoki özürsini hamda alqib kelib deymiz.
فَتَجُوزُ صَلَاتُهُمْ كَالْمُسَافِرِ اِذَا صَامَ. Ondan namazı hesaplayımız. Bunun delili kıyas. Xuddi musafir kishi ro'za tutmasang bo'ldi degan. Safar ustida ro'za tutmasang bo'ldi degan. Lekin ro'za tutib qolsa, ro'za hisob. Jumaga qatnashmasang bo'ldi, lekin jumaga qatnashib qolsang, juma hisob dedi. Va idza hadaru sarat salatuhum fardan. Yani bular qatnashib qolsa, buning namozi shu jumaning farzini ado qilgan bo'ldi. Fatajuzu imamatuhum kama fi sa'iris salat. Boshqa namozlarda bu imom bo'lgandaklam jumaga imom bo'lishimi joiz bo'ladi. Va li anna nabiy sallallohu alayhi vasallam sallal jum'ata bi Makkah wa huwa musafir. Yana bir dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma namozini Makka fathi qilgan vaqtida musafir holatda o'qigan. Musafir holatda albatta endi Rasululloh imom bo'ldi. Lekin shunda kishilar imom bo'ldi ekan degan mazmun chiqdi deydi. Endi shu jumaga qatnashadiganlarning soniga munosabatlik masalada Imom Muhammad bilan Abu Hanifa imomdan boshqa 3 kishi bo'ldi dedi. Shunami? İmam Abu Yusuf imomdan boshqa 2 kishi imom bilan 3 kishi bo'ldi dedi. İmam Shafi'i va İmam Ahmad bular imom bilan ketib 40 kishi bo'lsa undan joiz. İmom undan boshqa 39 kishi bo'lsa undan joiz bo'ldi dedi. Ashu 40 kishi hammasi baligh, aql, hur, mustawtin fi Masr bo'lishi lozim. Balki bular ashu As'ad ibn Zurara radhiyallohu anhuning Naqi'ul Xadimat degan joyda yoki Harrat bani Bayada degan joyda ansarlardan 40 kishini yig'ib o'qigan jumasining voqealigini dalil qilgan bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga hijrat qilmagan chaqda ansarlar Madinada juma o'qigan degan to'q. Imom Malik imomdan boshqa 12 kishi bo'lishi lozim. Yani 12 kishi deb bekitishda shu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ansarlarning bir qurusida 12 kishi bilan juma o'qigan degan rivoyat tayinlangan bo'lishi mumkin yoki va tarakuka qoima degan voqealikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr va Umar qatori 12 kishi qolib qolgan, boshqalar hammasi yugurib ketgan. Shuni dalil qilish mumkin. Shayxul Islom ibn Taymiyya rahimahulloh imom bilan qatib 3 kishi bo'lsa juma o'qisa bo'ldi degan qarashni tanlagan. Yani bu qarash kimning qarashi? Abu Yusuf rahmatullohi alayhining qarashi. Imom Shavkani imom bilan yana bir kishi bo'lsa, ikkidan bo'lsa juma o'qisa bo'ldi debdi. Lekin bu ilgirgilardan kimning qarashi unutmayman. Ibn Taymiyyaninki shu imom Abu Yusufning qarashi. Yani bu yerda 4-chi bir topshiriq bor. Ma hukmul xutbati bi g'ayril arabiyya. Arabcha shunda alam topshiriqning ismini bayon qilib beray. Nimda bizning bilmadoq deb qo'ymang. Arabcha xutba o'qimay. Arabchadan boshqa tilda har millat o'zining ona tilida xutba so'zlabdi. Boshqa xutba hisob bo'lamdi bu munda. Chunki bu ba'zi qarashlar o'xshashmagan bir masala. Ba'zida arabcha bo'lish kerak deb turgan. Yani bizim diyarlarımızda, mesela Türkiye, Orta Asya ve başka acemler yaşadığım diyarlarda, bunda getli boğaçka bunu meselini hal kılıp, başta Arapça bir ayet, hamdü sana bir duanı okutup, andın özden tılda tutma okuydu. Manımlar da, ya Arapça bulması bulmaydı deyilgan meseleden kutuldu. Yani bu tapşırıklarını, bazı derslerde 3-4, bazı derslerde biradın bunda tapşırık bulunuz, bunu imtihan ağın kadar vaqti uzun buna ishlab kelishim kerak. Ishlab yaxshi va to'g'ri ishlangan taqdirda imtihon umr ketib turamiz. Ammo unda ilm olishning yo'li bu kitobni bani o'qib qo'yiblar, bo'ldi qilish emas. Shu kitoblarni ko'chilib qizishlar. Kitob chiqmagan, kitob to'xtatilmagan masalalarni boshqa kitoblardan qiz orqali kamyan to'liqlaymiz. Shu topshiriqlarni ko'l qo'yib, ulamoning qarashlari, dalillari, qaysi kitobning og'irligini shuni bayon qilib, ilmiy usulda yozib bilsin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.